Yürüyettin bu. Apam yoktu evde. Moğul gerek kaldı apa. Tek kop kızı değil. Hele canı başık geldi mi bu? Hazır çöres. Aylık suydun tarafdaki kenet başlığı bizni izlebdik ya. Muşu dekkalanın asıl setilamadı da bir yılkı mağaylık asal vakasından keyin nurgun dekkalanın asli aşınımda kaldı. Hemiz yaxşı asallatdi, kelib bir setishbe sanlar deb gapdik. Ashdan berkilamdoq. Yaxşı qılay, söz bir gülelik. Marş pensal uzun do'stlar. Haqsiz yurkanlarni bir tal berib, oxirgacha ko'rishinglarni umid qilmaysiz. Hey, so'yib ranjinlarim ya. Hey, shuni nima? Qovsuluku jihra. Vamjiniya yuram vola. 好的，好的。好，待会儿见。Malaki qo'rqma. 走，出发。走走。Lelmi? Leyla şöyle. Şu falan ico. Kanatga men yetib keldik. Hozir kanatninki shu jismi kelib qopti. Hozirga yaxshimi, yaxshi turamsiz? Bu nima ahvol? Doğan kentiniki asal bakılan kişiler. Bultudan tatip bu kişilerinki ailesinde bakkan asallarınki ailesinde yığılıp kaldı. Sonra hem de sizlerinki kilip yardımlaşıp muşunu bir sisqa asıl şarait yaratып bergen bolsaňlar dep oylagan. Oldu. Hey, qandasan? Ras jing asal qilib qo'yapti da jing asal. Alqi to'rlar deyilayotganki asal vaqas deymiz u bu ishlar bilan nurg'un dehqonlarning deymizmi asallari, nurg'un mahsulotlari ishqi besilib qo'yapti da. Makam ana. Mehmonlar geldi. Yaxshimi aka? Yaxshimi? Andarak ahvalan yaxshimi? Sen diga asallar qayerda bizga bir ko'rsatgan bolsan? Valla mana asal çaq her çaq deyip buna. Yok kaldı, amal yok. Bana bankunla şu jil kelse, mesela bank sütü olsa yaxşı ki. 8 tonna bamazı. Ya 8 tunda bak ya. Ağzım kırpıqıçılar yok degan. Anke muşnu alımız deb qo'yganlar bo'lib qolsa, biz kirboachimiz ayolimning nomerdagmi? Shuningki ayshi nomer kirib, evasanlar bo'ladi. Erlar hozir nada? Bektaydı o hazır, dimaldı o. Bir xil jasallar jiqsitilib ketdi. Lekin bizning jangasallarimizning hammasi mushu kelib qoldi do'stlar. Ko'rib baqsanlar bo'ldi. Erlar Yuribdi ana. biz kirayotgan moya bo'lsa, bizning maxsus mushu har vaqtga uydirimizga. Ko'rib baqsanlar bo'ldi. Mana Çünkü neymiş herlerini beqish uchun sheka ketgan sheka ilishqimi hozir yazığa asalen setib chiqaramgandan keyin sheka ag'idek pul yo'q deydi akamiz. Her beqib baqqan yoki bo'lmasa her baqqalan ko'rib baqqanlar bildi. Herini beqish uchun qishnikini cho'qim o'z boqidi, sheka bilan boqidi. Uningdan chiqqan asalni uni hergiz chiqib satmaydi o. Shekaya beriblam uningdan chiqqan asalni sotdiki, sheka yegan asalga deydigan. Unday ish yo'q. O'zining chiqqan narsani o'zi yeb qishdan o'tadi, qishdan o'tgandan keyin uningga talaga chiqib, taladagi gulning shirnisidan asal chiqqan asalni sotadi. Yozicha chiqqan asalni hammasi ana bayam ko'rdinglar, asha turibdi. Rostligiga mush akamiz turibdi, shu yil hammasi turibdi rostligiga biz kapolat qilib beraymiz. Nundu sıçardı ben. Sıçardı ben. Sıçardı işe fansenyen vunemiyorum ki. Bakıdığa o'rin hozir saqlayotgan asal arisini. Anan keyin pishirlab ishlab chiqargan asallarning qo'ygan yerlarini ko'rdinglar. O'zinglarmi bir vaqt tetib baqdinglar. Demak ishlardan bularmi tasoldi. Bir 2 yil pishirlab ishlagan asallari yig'ilib qoldi. Buni amal bo'lsa ham sizlar yordam qilib setishga qulaylik yaratib bergan bo'lsanglar. Ko'pchilik bu hamda mushuni bayat niyozga ahvollarni ko'rdi. Bu asal yaxshi bir asallarning turidan ko'pchilik xotirjam iste'mol qilish bo'ldi. Bizning to'rda hamda tayyor kuchimiz hamda voy degib ketgandek yaxshi emas. Shuningki hamda balkim buni yaxshi setib qilishimiz mumkin. Yana balkim buni sotamasligimiz mumkin. Buni hech kim bir nima degan bo'lmaydi. Shunlashqa do'stlar, mishta qo'llab qo'yishinglarni umid qilamiz. Rahmat.